Abasa surasi Mekkada nozil bo'lgan. Jami 42 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yeniga a'mo kelganligi uchun payg'ambar alayhisalom tarini turdi va yuzini o'rib oldi. Ey Muhammad, nima bilasan? Balki u sendan olgan ma'rifat bilan gunohlardan poklanishi mumkin yoki vaz nasihat anglab uningdan foydalanishi mumkin. O'zini imondan behojat hisoblaydigan odamga kelsak, sen uningga yuzlanasan, ya'ni uningga quloq silib tabliq qilishga ko'ngil bo'lasan. U kufridan, gunohlardan poklanmasa, sana nima ziyni? Sendan ma'rifat tilab Allah'tan qo'rqqan holda yugurib kelgan kishiga kelsak, sen uningga qaramay qo'ysan. Buningdan keyin undaq qilmag'in. Bu oyatlar vazdir. Xalqan odam uningdan vaz nasihat oladi. U, ya'ni Qur'on oyatlari qimmatlik, qadri yuqori pak sahifalarga yozilgandir. U hurmatlik yaxshi farishtalardan bo'lgan putukchilarning qo'lidadir. İnsonga la'nat bo'lsin ki, u ajab kafir bo'ldi. Allah uni nemidan yaratdi? Allah uni abi ma'nidan yaratdi. O to'liq yaratilib bo'lguncha Allah uni bir qancha bosqichlarga bo'lib, paydan-pay yaratdi. Ondan uningga yo'lni osonlashtirib berdi. Ondan uni vafot qildirdi. Uningga ko'mildigan qabrni barpo qildi. Ondan Allah uni xohlagan vaqtda tirildirdi. Hergiz undaq emas. Ya'ni bu kafir inson takabburligidan yansin. O Allah'ның buyurganlarini baja keltirmedi. İnsan o'zining yemekliklariga ibrat nazari bilan qarasin. Biz bulutdan zo'r miqdorda yomg'ir yog'dirdik. Ondan zaminni uningdan o'simliklarni chiqarish bilan yordik. Sizlarning va hayvonlaringlarning manfaatlanishi uchun zaminda ochliqlarni, uzumni, o't yoshlarni, zaytunni, xurmini, daraxtlari quyuq bog'chilarni, turli mevalarni, o't cho'plarni o'stirdik. Qiyomatning quloqni gaz qilgudek qattiq ovozi kelgan chog'da hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi. U kunda kishi o'zining qarindishidan, onasidan, atısıdan, xotunidan ve ballardan qaçıdı. O kunda her adamның bir hali buludu ki, onun başqalarga qarışıga şu hali yar bermeydi. O kunda nurgun yüzlerden nur, külke ve xoşal xoramlık yığıp durdu. Yani bu kunda nurgun yüzlerini çang tozan besip ketken, qardap ketken buludu. Bular bolsa kapırlardır, facirlardır.